Ajabozga ishqosh. Nima mashina? Bu narsaga bee'tibor bo'lish motor moyi kamayishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Mashina bo'g'ilib yuryapti, gazda 100 tadan oshib yurmayapti, motor qaltirab ishlayapti. Sizlarni ham shunaqa savollar qiynayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan motor klapani siqilgan yoki kuygan bo'lishi mumkin. O'rtacha 60-70 ming kilometrda gazda yurgani hisobiga Gentra, Cobalt, Nexus mashinalarida klapan siqilib qolish holatlari kuzatilyapti. Svetoforlarda yoki rulni bir qo'zg'alayotganlaringizda mashina o'chib qolishi ham shundan bo'lishi mumkin. Bu mashinamizni ham galovkalarni yechib, klapan oraliq masofasini gazga mo'ljallab qo'yib beryapmiz. Vaqtida ustingizga ko'rsatib olmasangiz, motor moyi ishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Yurakni ezadigan joyiga, ya'ni narxiga keladigan bo'lsak, shunga o'xshash xizmatlarimizga o'rtacha ehtiyot qismlari bilan 1,5 million so'm atrofida pul ketyapti. Sizga qaysi avtomobilda klapan legirovka xizmati narxlari qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada mashinangiz rusumini yozib keting. Eng ko'p yig'ilgan modelga qarab keyingi videoni ishlaymiz. Hammaga rahmat.